Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana shu masalani Desmos kalkulyatorida oson ishlanish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, masalamiz sharti quyidagicha berilgan. Bizga table berilgan va bunda linear grafning x va y dagi pointlari berilgan table orqali. Va linear grafimizning funksiyasi mana bunday ko'rinishda berilgan. Va biz a taqsim b ni topishimiz kerak. Ana bu funksiyadagi. Birinchi o'rinda Desmos kalkulyatoriga kirib olamiz. Table'ni rasmda berilgandaqa kiritib olamiz. Pointlarni, x va y ning pointlarini shartida berilgandaqa kirgizib olamiz. Va bizda mana linear grafni funksiyasini ochishimiz mumkin. X va y ning pointlaridan foydalanib. Funksiyasi bizdan mana bunday ko'rinishda ekan. Hop, endi bizga bu funksiya qanday ko'rinishda kelgan shartidan. X plus b y teng c ko'rinishda kelgan shartida. Bizda funksiya berilgan va shartida bunday ko'rinishda kelgan. Ikkinchi qiladigan ishimiz ikkala funksiyani bir xil ko'rinishga keltirib olish. Uchun mana shu harfli ifodani bu ko'rinishga keltirsak osonroq, menimcha. Xo'p. Y qoladi. Ax desa c ni oldiga o'tkazib olamiz. Ya'ni minus ax plus c qilsak ham bo'ladi. Hop. Endi qaraydigan bo'lsak, y bizga by ko'rinishda berilgan shartida va bundan kelib chiqib b ni qiymatini 1 deb olib ketsak bo'ladi. Va a bizda asl funksiyamizning qiymatida slope 6x berilgan. Shartida esa harfli ifodada kelganda minus ax berilgan. Bundan kelib chiqib a'imiz bizda minus 6 ga teng. C'imiz shunday ko'rinib turibdi. C'imiz 31 ga teng. Bizga C unchalik ham kerak emas, chunki bizdan a ning b ga bo'linmasi so'ralgan. Shunchaki a taqsim b qilsak, javobimiz minus 6. Demak, a taqsim b teng minus 6 ga.